Ana voy xolasiga balo bormidi? Urmang. Baribir akalar foydasi yo'q, xola uradi. Tog'ajonim eshik orqasiga o'tamiz. I see you. Oh, akalar ekspert. Sal qoldi akalar bizni o'ldirib yuborishiga. Xolani ko'ryapsizlar, вообще-то tez u, xola namuncha tezsiz. Davay akalar, sal qoldi shoshiga borku. Salom do'stlar, Odilxon Play kanaliga xush kelibsizlar. Va do'stlar, bugun biz sizlar bilan birgalikda Granny 3 ni sohildagi modini Extreme rejimida o'ynaymiz. Ya'ni do'stlar, ekspertda. Bu Granny 3 o'yinini ham do'stlar men ancha bo'lib ketuvdi Extreme rejimda o'ynamaganimga. Shuning uchun akalar salgina no'noqroq o'ynashim mumkin. Bo'lmasam do'stlar ko'p gapirmasdan o'yinchamizni boshlaymiz. O'yinda musiqani o'chirganman. Keyin do'stlar boshiga kiradigan introsini ham o'chirib tashaman. Chunki deganda akalar musiqasidan copyright oversa keyin do'stlar videom tamom bo'lar keyin o'chirishimga to'g'ri keladi. Shu sababdan do'stlar musiqasini ovozini umuman olib tashaganman. Mana do'stlar o'yinchamiz kiryapti. Nimaga videoga olishdi? Bola o'ynayapti desalang, videoga olishdi akalar otib beryapti. Shunaqa o'ynasam akalar otib berolmayapti. Mana do'stlar ekspertda birinchi kunimiz boshlandi. Lekin do'stlar biz modini tortganmiz, shuning uchun hamma yer akalar bambukdan yasalgan. O'sh sensitivini tekshiramiz 100% turibdi. Yaxshi akalar, birinchi navbatda mana shu qulfni ochib, tezlik bilan akalar buni qulfni ochamiz. Hoynahoy xola bilan akalar tog'a ham tirilgan bo'lsa kerak. Eng yomoni do'stlar ekstrem rejimda bitta qilib bo'lmaydi-da. Ana shunisi yomon. Hop akalar, ochdik, sekinlik bilan qaraymiz. Yo'q akalar, hozircha tushmabdi. Bundan foydalanib akalar robot oldiga tushamiz. Birdaniga akalar tepaga chiqib ketganda foydasi yo'q, chunki eshikni ochganlaringdan ana ulardan birontasi aniq akalar kelib turgan bo'ladi. Qani bir ichki eshikni yop. Yaxshi akalar, ulgurdik. Bundan oldin ham 1-2 marta o'ynab ko'rdim akalar. Shu yerga ulgurmay qoldim-da, lekin mayli akalar, xola bilan tog'a keladi. Ozgincha qoldi akalar. Akalar, uchishini qaranglar, ekspertda o'ynamaganimga ekspert tezlashib ketganday tuyulyapti akalar. Menimcha bunaqa tez emasdi. Короче, akalar ekstrem rejimda ikkinchi nomi bor akalar, ajal ko'rgandan o'ldiradi. O'shanda qaz juda ham yomon. Buni yopib qo'yamiz akalar. Keyin akalar mana shu asosiy eshikni ochib qo'yaylik-da. Uyda ichini akalar ko'rib turamiz. Ekspertlar tepaga chiqyaptimi, pastga tushyaptimi? O'sh mana bu yerda akalar bitta ko'ramiz. Qabul bor ekan. Shu zinadan akalar tushib ketalarmikanmiz va orqadan kelib akalar ushamasa bo'ldi. Yaxshi akalar, orqadan kelib ushamadi, ulgurdik. Endi buni eshikni yopamiz. Keyin akalar buni ovoz chiqmaydigan joyga mana shu yerga tashab qo'yamiz. Kabelni topdik. Endi mana shu yerlarda sekinlik bilan tekshirib boshlaymiz akalar. Akalar VPNki chiqdi. Yaxshi akalar, bitta tosh olsak, ekspertlarni otmasak ham akalar o'ynani sindirsak bo'ladi akalar. Mana shu tosh bilan o'sh sekingina bu yerga o'tamiz. Mana bu yerda bitta tosh bor ekan. Nima bo'lsa ham tog'a chiqmasin akalar. Holi qo'lda ragat yo'q. Bittada ushlaydi-da. O'sh hozircha yaxshi ko'rinmayapti ham akalar. O'yinni grafikasini pasaytirib qo'yganman. Mod bo'lgani uchun ozgincha akalar qotishi mumkin. Mayli akalar, narixda kalla chopar bor edi. Lekin mana shu kalla choparni bo'lsam nimagadir akalar telefon qotib qolyapti-da. Menimcha qotmasa kerak akalar. Ana akalar o'zi qotib boshladi. Ko'ryapsizlarmi shu bekor bosibanda kalla choparda. Mayli, endi buni ovoziga xola kelish kerak. Lekin tog'a qayerda yurgan ekan akalar? Shu tog'a odamni yomon qo'rqityapti akalar. Juda xola kelmayapti akalar. Kelish kerak edi, juda modligidan akalar xola ham buzilganmi deymanda. Xola keldingizmi? Yo'q akalar, nimagadir xola kelmayapti. Xolajonimiz bunaqa tepalarga chiqib yurgan ekan-ku. Juda yaxshi eshitmayapti akalar bular. Tog'a nima bo'lsa ham yer to'lada bo'lmang. Yer to'lada bo'lmang, I see you desa akalar qo'rqib ketmanglar. Ketdik akalar, mana shu yerda yaman I see you deb berganda yuragim yorilib ketardi. Mayli akalar, pastga sekinlik bilan tushamiz. Nima bo'lsa ham yer to'lani ichida bo'lmasin. Qopqonga ehtiyot bo'lamiz akalar. Qani bir ochgani bo'kirtiramiz, endi yugur bir ochga. Yaxshi akalar, qopqonga tushib qolmadik. Shunday qochayotganda qopqonga tushganda qopqonni ochguncha akalar xolaki bizni tinchitib ketardi. Yaxshi akalar, tushmadik. Nima bo'lsa ham ikkalasi ham kesindan bir xil paytda bittasi kelmay qolaydigan odati bor ekan akalar. Shu odati yomon. Tog'a iziga qaytyapti akalar. Ko'rlaymi, meni oldimgacha keldi, iziga qaytib ketyapti. Xola esa tushib ketdi. Endi nima qilamiz akalar? Mayli, tog'ani izdan akalar tavakkal deb sekinlik bilan boramiz. Lekin tog'a ekspert akalar, hech qanday qutulish iloji yo'q. Izimizga qaytib yugurgan taqdirimizda ham yer to'lanishida xola turibdi. Baribir buni tog'a yetib oladi akalar. Davay, xola ham yurishni boshladi akalar. Xola ham yurishni boshladi. Tog'a tez chiqing, hozir orqadan uni xola kelsa. Davay, tog'a jonim bo'ng. Yaxshi akalar, davay. Eshik orqasiga yoshinamiz, bir baloy battarlar chiqib oldik. Tog'a ham akalar ikkinchi etajiga chiqayotgan ekan. Tog'anizdan chiqamizmi, lekin pastdan ham xola kelyapti-da akalar, yer to'ladan. Tog'a ko'rib qolmang, nima bo'lsa ham ko'rmang. O'ldirib beradi akalar. Ekspertda turibdi, tasavvur qilyapsizlarmi?
odam o'zi yuragini ushlab o'ynayapti akalar. Menimcha zinadan tepaga chiqayotgan bo'lsa kerak. Yo'q akalar, nariyoqda xonaga kirib ketdi. Bu akalar juda ham cho'tki. Bu yerda o'tchamiz buni ichidan ragatkani oldik akalar. Va nihoyat mana akalar ragatkani ham oldik. Lekin eng yomoni hozir biz xolamiz qayerda yurgan ekan? Oz pastga tushdim. Andim yo'limdan chiqadi akalar, chunki xola boyna yer to'ladi yuruvdi akalar. Menimcha akalar tashqariga chiqib ketsak, ulgursak kerak. Chunki xolam yurgan qadam tovushini eshityapman akalar. Bu tog'aniki ham bo'lish kerak. Qo'yil akalar, o'zimga qo'yil. Qanday qilib bunchalar tirik qolganimni o'zim tushunmayapman akalar. Hatto borkim. Mayli. Lekin xola ko'rinmayapti akalar. Shu xola g'alati bo'lib qopti akalar bu modda. Vobsheta ko'rinmay qolyapti. Oldin o'ynaganimizni vobsheta Zaynab qilardi. Eshik yopamiz, kimdir ochibdi. Buni tashlaymiz. Endi xola akalar mana bu yerga keladi. Biz esa akalar mana tomondan sekinlik bilan qochamiz. Nima bo'lsa ham tog'a yo'ldan chiqmasin. Yo'ldan chiqsa ham akalar qo'limizda ragatga borib bemalol uxlatsak bo'ladi. Lekin baribir opasniy bo'ladi-da. Xola chiqibdimikan akalar? Odam yomon bir ishonmayapti-da. Mayli akalar, tavakkal qilib boramiz. Nima bo'lsa ham xola yo'ldan chiqmang. Aytib qo'yay, yo'limdan chiqsangiz kallangizdan shunagina sharaq-shuruq operatsiyasi qo'yaraman. Yaxshi akalar, tog'a yo'q bir xil paytda shu yer to'ladan tog'a chiqib qoladi. Menda har doim shunday bo'ladi akalar. Keyin dirdirab ragatkada o'tolmay qolaman-da. Mayli akalar, tog'a yo'q bo'lsin, nima bo'lsa ham hali o'ynani sindirishimiz kerak. O'ynay qopqonam yo'qolibdi. O'yinda oxirgacha xalal bermadi akalar. Yaxshi. Qani bir achka kirmini yurdi akalar. Stol bor ekan, ehtiyot bo'lamiz. Stolni qimirdatib yursak, xola keladi, buni ol. Och bir achka. Endi akalar birdaniga bilan robotni bo'kirtirib yuboramiz. Yaxshi akalar, endi tepaga borib yoshirin, xola kelmang. Yaxshi akalar, ulgurdik. Mana shu yerda akalar necha marta ulgurmay qolsa bo'ladi, borku. Oldin ham ko'p o'ynaganman akalar, ekspert to'shni qochayotganimda xola kelib qolgandi. Bu safar xola ulgurmadingiz. Endi izdan evi ham keldi. Bular vobsheta tezku akalar, o'q akalar shetga chiqdi. Shetga ham bizga kerak bo'ladi. Birinchi navbatda akalar borish, tepani ham ochib kelaylik. Shu yer to'ladi akalar, odamni qog'iligi yo'qda borku. Orqamizda xola bilan tog'a turgandan keyin odam tezroq chiqib ketgisi keladi. Keyin akalar tepaga chiqolamizmi, yo'qmi, to'g'rimi? Ketdik akalar, Slendrin opani xonasiga boramiz. Yoqda ham bitta yashik bor edi. Shu akalar eshikdan qochaydiganga o'xshayapmiz, chunki metro salgina akalar issiqlik qilishi mumkin. Lekin akalar ana o'qibdi, mod yorib yoribdi borku. Nima bu yerda ochamiz, aylantirgich buni esa mana shu yerga tashlaymiz. Xola katta ehtimol bilan akalar tepaga kelish kerak. Biz esa bundan foydalanib akalar oshxona tomondan o'tamiz. Tog'aga ehtiyot bo'lamiz. Chunki ko'pincha tog'a mana shu oshxonaga kelishni yaxshi ko'radi akalar, bilmam nimagaligini. Tog'ani hayotda ko'rsalang so'raysizlar. Toshlarni ham olib qo'yamiz akalar. Aytib bo'lmaydi, kerak bo'lib qolishi mumkin. Kerakli tosh tog'iri yo'q degandek. Cho'da ko'rinmayapti akalar. Ikkalasi ham shu tog'a yer to'ladimi deymanda. Mayli akalar, buni g'ildirakni mana bu yerga qo'yib yuboramiz. Katta ehtimol bilan shu tog'a yer to'ladi deb o'ylayapman-da. Akalar, bu tog'ani odatini bilaman. Nosini yo'qotib qo'ygan bo'lsa akalar yer to'laga qaytadan yana kirgan bo'lishi mumkin-da. Mayli, xola tepada tog'a ham chiqqan deb o'ylayman. Hozircha ko'rinmayapti. Tog'ajonim eshik orqasiga o'tamiz. I see you. Oh akalar, ekspert. Sal qoldi akalar, biz o'ldirib yuborishga. Yaxshi ham akalar, mana shu eshik orqasiga yoshinsa bo'lar ekan. Nimaga keraklilardi? Boshqasi mana shu eshik orqasiga yoshini bo'lar ekan, qilmagan. Qilganda lekin zo'r bo'ladi. Eshik orqasida ekspert tog'ani turishini ko'ryapsizlarmi akalar? Yaxshi ham yer to'laga kirib ketmabman borku. Kirganimda lekin mana tog'a yedirib yuborardi. Ketdingizmi tog'a? Xola kelmagan bo'lsin akalar, xola. Yo'q akalar, xola yo'q. Yaxshi, nima bo'lsa ham mana tog'a qaytib yer to'laga kirib ketgan bo'lmasin-da. Qayerga ketganini ko'rman, buni yopib qo'yamiz akalar. Bilmayman, bu eshik bizga nimaga yordam beradi, lekin akalar mana shu eshikda yopib berish odatiga egaman. Ketgan akalar, robotni oldiga boramiz. Eng akalar tepaga chiqishda oson yo'li mana robotjonni qichqirtirish. Bu yoqda yo'q akalar, hech balaybatlar yo'q. Robotjon men uchun yana bir marta qichqirtirib ber, boshqa qichqirtirmayman degan bo'lsam aldagan bo'laman. Deb akalar yana yoshchinamiz. Yaxshi akalar, ulgurdik. Mana shu yer vobsheta xavflida ulgurmay qolsak, tog'ami, xolami birontasi kelib qolsa, yaman akalar yediratib quloqdan cho'zib otib yuborishi mumkin. Ularga hech kim garantiya bera olmaydi. Nima kelmayapti? Akalar robotni bo'kirtadim. Tog'a keldi. Xolachi, xola yo'lda ham bo'lishi mumkin-da akalar, lekin men chiqqim kelyapti-da. Menimcha xolani qulog'i yaxshi eshitmay qolibdi akalar bu ekspert o'yinida. Bilmayman akalar nimaga unday bo'lgan. Shu sabab kelmagan deb o'ylayman. Yo'ldan chiqmang, xola yo'ldan chiqmang. Yaxshi akalar, men tarafga yugurib kelayotgan bo'lgandam, no xola ham. Oh, xolajonim izga qaytayotgan ekan-ku. Sal qoldi akalar, no xola ham ushlashiga tepaga chiqib ketyapti. Tepaga chiqsin, biz esa akalar ko'chaga chiqib ketamiz. Nima bo'lsa ham tog'a yugurib kelayotgan bo'lmasin.
Qani yaxshi akalamni tomondan chiqib ketamiz. Akalar, ekspertda o'ynaganim ancha bo'lib ketgandi akalar bu o'yinda. Hatto bir kunda ham yutganman akalar. Ekspertda prostyoni videosini chiqarmaganman akalar. O'chib ketgan. Mayli. Davay akalar, mana bu yerda kelib ochamiz. Akalar kabelni ham mana olib kelib qo'yganmiz. Mana shu kabelni ham olib kelib akalar ichiga qo'yib beramiz va akalar bizda tuk bo'la. Tuk nimaga kerak desalang akalar, tashqarida eshikni olib ochishimiz kerak-da. Davay akalar, buni ochamiz. Tukni qo'yamiz, generatorga knopkani bossak mana akalar. Xolani uyida o'sha tuk bor, lekin akalar grafikani chini bilan yoribdi. Kalitni mana yerga tashlasak, xola ko'chaga keladi deb o'ylayman. Ovoz chiqmaganini qaranglar akalar. Ovoz chiqmaganini qaranglar. Qani bir ichga ol, yana bir marta tasha, ovoz chiqdi. Xola ko'chaga keladi deb o'ylayman, lekin kelmasligi ham mumkin-da. Ana shunisi yomon. Hech baloni eshitmayapman akalar. Borku, seriyozli mana o'yinda o'zini musiqasini hech baloni eshitib bo'lmayapti. Kim yurdi, kim chiqdi, kim nima qildi akalar? Bilaman, voy xolajonim. Qani xolajonim, kelyapsizmi? Ovoz eshitilyapti-da mana shu xolajonimni. Qani voy xolasiga balo bormidi? Urmang. Baribir akalar foydasi yo'q, xola uradi. Bir marta tutildik akalar. Mayli yiqlamaymiz akalar. O'zi shu tutilib akalar qochmasa bo'lmaydi. O'zi bir kunda ham qochish qiyin akalar baribir ekspertda. Mana do'stlar, ikkinchi kunni boshlab oldik. Bugun akalar shu desalang ikkita video qo'ymoqchiman, chunki bugun bozor, ertaga maktab boshlanadi. Keyin akalar bilmayman endi. Mayli akalar, yana ochamiz. Bizni qamashdi akalar. Ko'rasizmi? Yana bir marta qamashdi. Xola tog'asizlar qarg'a bo'ldiraman, qarab turinglar. Mayli akalar, davay yana pastga tushamiz. Lekin bir tomondan o'ylab qarasam yaxshi bo'ldi akalar. Tepaga chiqib ham olamiz. Biz o'ylab turdim akalar, mana shu yer to'laga qanday kiraman deb, tog'am bilan xolamni o'zi akalar men yer to'laga avtomatik ravishda kirgizib yubordi. Ko'rasizlarmi? Yurishim ham shart emas akalar, yer to'lada spawn qo'yardi. Nima bo'lsa ham endi ikkalasi ham kesinda bittasi kelmay qolaydigan odat bordan shu odat akalar meni juda ham yoqmaydi. Kelyapsizlarmi o'zi? Yaxshi akalar, xola bilan tog'a keldi. Endi akalar biz tepaga qarab suramiz. Qani bir ichga yana eshikni yop. Mayli akalar, yopilmasang mayli. Endi akalar mana tepadan yopib qo'yamiz. Har ehtimolga qarshi. Keyin mana bu yerlarda ham akalar bitta ko'ylakda shu yerda akalar fuse bor ekan. Ketdik akalar, tepaga olib chiqib qo'yamiz. Hozir akalar shoshilmasak bo'lmaydi. Bir xil payt tog'an akalar tepaga qarab chopib qolaydigan odat bor. Buni kamera xonaga chopadi. Bilmayman akalar nimaga undayligini. Knopkani bossamiz. Davay akalar, endi mana tomdan chiqib ketamiz. Nima bo'lsa ham ko'chaga chiqmasin akalar, biz chunki eshik tomonga boryapmiz. Qani bir ichki eshikda akalar hamma narsasini o'zi tappa-tayyor qilib qo'ygan ekanmiz. Prosta akalar borsak bo'ldi, ana qochib o'ramiz. Tosh boshlar ham kerak emas akalar. Ragatkani ishlatib o'tirmaymiz, chunki davay akalar mana shu mashina orqasini ko'raylik-da, nima bor ekan akalar. Yog'och bor ekan, yaxshi g'oya tug'ildi akalar. Hozir xolani chaqiramiz. Qani bir eshikni och. Kerochi buni tashlasak akalar, hozir xola keladi va akalar biz xolani ko'z o'ngida darvozadan surib ketamiz. Ana akalar, xolani ko'ryapsizlar, вообще-то tez u xola namuncha tezsiz. Davay akalar, sal qoldi ushlashiga borku, shu yerda ushlab o'rganda akalar taptali bo'ladi. Mana do'stlar, Granny 3 o'yinidan Extreme rejimda sohil modidan surdik. Agar do'stlar videochamiz yoqqan bo'lsa, bitta like va do'stlar obunani bosinglar. Chunki do'stlar sizlarni bundan da cho'tkidan cho'tki videolar kutib